4-chi bob. Qarindoshlar, oxirda biz yana shuni demoqchimizki, Xudoni xursand qilish uchun qanday yashash kerakligini bizdan o'rganib oldinglar. Hamda sizlar amaliyatinglardimi bizdan o'rganganinglar bo'yicha shunday yashayapsizlar. Endi Xudoni xursand qilishga texmo tirishishinglarni Rabbimiz Aysoning nomi bilan so'raymiz. Chunki sizlar bizning Rabbimiz Aysoning nomi bilan sizlarga yetkazgan ta'limlarimizni bilasizlar. Xudoning irodasi shuki, pok bo'linglar va jinsiy axloqsizlikdan saqlaninglar. Har biringlar Xudoni tonimaydigan odamlardek shahvoniy havaslarga berilmay, balki teninglardagi bu havaslarni boshqarib, pok va izzat hurmatinglar bilan hayot kechiringlar. Bu yomon ishlarda qarindoshlaringlarni aldab, ulardan foydalanib ketmanglar. Ilgari sizlarni ogohlantirganimizdek, Rabbimiz mana shunday gunohlar tufaylidan insonlarni jazolaydi. Chunki Xudo bizni nopok emas, balki pok yashashga chaqirdi. Shuning uchun bu ta'limni rad qilgan kishi insonni emas, balki sizlarga muqaddas ruh ato qilgan Xudoni rad qilgan bo'ladi. Qarindoshlik mehr muhabbatiga kelsak, bu to'g'risida sizlarga xat yezishimizning hojati yo'q. Chunki Xudo bir-biringlarga mehr muhabbat ko'rsatishni o'rgatgan. Amaliyotda sizlar butun Makedoniya o'lkasidagi qarindoshlarga shunday qilyapsizlar. Shunday bo'lsa-mu, qarindoshlar, mehr muhabbat ko'rsatishda texmo tirishishinglarni so'raymiz. Sizlarga topilganimizdek tinch omon hayot kechirishga, boshqalarning ishlariga aralashmay, o'z ishinglar bilan bo'lishqa va ikki bilginglarga tayinib yashashqa tirishinglar. Mana shunday qilsanglar, e'tiqodchilar jamoatchining sirtidagi kishilar oldida izzat hurmatga ega bo'lib yashayolaysizlar va iqtisod jihatda hech kimga beqinmaysizlar. Qarindoshlar, sizlarning Ayso Masihga e'tiqod qilmay, ümidsizlik ichida yashayotgan kishilardek hasrat chekmasliginglar uchun biz olamdan o'tgan e'tiqodchilar to'g'risidagi haqiqatni xabardor bo'lishinglarni xohlaymiz. Ayso Masihning o'lib tirilganligiga ishongan ekanmiz. Ayso Masih qaytib kelganda Xudoning olamdan o'tgan e'tiqodchilarni Ayso Masih bilan birga elib keldiganligiga ishonishimiz kerak. Biz hozir Rabbimiz so'zi bo'yicha sizlarga shuni aytamizki, Rabbimiz qaytib kelganda biz hayot yashayotganlar hargizmi o'lib ketgan e'tiqodchilardan avval Rabbimiz bilan jam bo'la olmaymiz. Rabbimiz o'zi bir farmon orqali bosh farishtaning ovozi va Xudo yangratgan qanay sadosi bilan osmondan tushdi. Ayso Masihga mansub bo'lib o'lib ketganlar avval tirildi. Keyin hayot yashayotgan bizlar, ya'ni bu dunyoda hayot kechirayotganlar, o'sha o'lganlar bilan birlikda Rabbimiz bilan osmonda ko'rishish uchun bulutlar orasiga ko'tarilamiz. Shuningdan keyin Rabbimiz bilan mangu birga bo'lamiz. Shunga bir-biringlarni bu so'zlar bilan rag'batlantiringlar.